Nega suvga tuz va uksus solib, oyog'imni issiq suvda 10 minut vannachka qildim. Hozir shu haqida gaplashamiz. Bu vannani issiq suvda yotishingizdan 10 daqiqa oldin qilishni boshlasangiz, tanangizda juda ham katta o'zgarishlar bo'ladi. Ya'ni ertalab turguningizcha immunitetiniz ko'tarilib, har xil tanangizdagi og'riqlar ketadi. Ikkinchisi bo'lsa, oyog'ingizda har xil gribok bo'ladimi yoki har xil bakteriyalar bo'ladimi, hammasidan xalos bo'lasiz. Ayniqsa bu vannachka tirnog'ingizni orasigacha kirib, gribok kasalligingiz bo'lsa, ya'ni oyog'ingizda terlash yoki hidlanish kasalligi bo'lsa, hammasini yo'qotishga yordam beradi. Uchinchisi bo'lsa, sizda shamollash bo'ladimi yoki tanangizda qanaqadir yallig'lanish bo'ladimi, hammasidan xalos bo'lishingizga va juda ham tez natija olishingizga yordam beradi. Ayniqsa oyog'ingizda har xil qadoqlar bormi, ularni yumshatishga va ketkazishga juda ham katta yordam beradi. Bu videoni oyog'idan yoki immunitet yoki shamollashidan muammo qiladigan tanishingizga tez